Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz yana bitta kanalimiz keldi. UZB Trend Udalение na YouTube. Xo'p, umumiy holatda üstdan o'chib ketgan kanal do'stlar. Mana shunaqa kanallar ko'p o'chib ketyapti üstdan oxirgi paytlarda, chunki nima sababdan bo'ladi? Üst qonun qoidasini buzganlik sababidan o'chib ketyapti. Shunaqa kanallarni ochib beramiz do'stlar. Umumiy holatda kimda mana shunaqa kanal o'chib ketsa, ochib beramiz. Ochib berish xizmati bor. Agar kanal son obunachingiz 100 mingtadan kam bo'lsa, narx arzon bo'ladi do'stlar. Masalan, maksimal 500 ming bo'ladi. Masalan, 100 mingtagacha bo'lsa, eng qimmat narx 500 ming. Endi 200 ming, 300 ming, 400 ming har xil kelishamiz. Agar odam soni 100 mingtadan oshiq bo'lsa, $100 dan qimmat bo'ladi ochish. $100 dan boshlanadi ochib berish tushunarli. Shunaqa, ya'ni kelishiladi do'stlar. Yozsanglar kelishamiz. Xo'p, chunki nima uchun 100 mingtadan oshiq kanallar qimmat desanglar, biz apellyatsiya yozib beramiz-ku. Apellyatsiya yozgan paytimizda agar kanalinglar ochilmasa, boshqa yo'llari ham bor. Tepasiga urishib, janjallashib, xullas saprti tepalargacha chiqsa bo'ladi. Shunaqa variantlar bo'lgani uchun qimmatroq 100 mingtadan oshiq kanallar. Xo'p, lekin qiziq tarafini aytaymi do'stlar. Bu kanalimiz o'zim sizlarga ko'rsataman, hayron qolasizlar, qaranglar. Xo'p. Mana kanalimiz. Men kecha apellyatsiya berganman, qaranglar. Apellyatsiya berdim kanalga mana. Xo'p, 28-iyul soat 5:02 qaranglar, qizig'ini qaranglar. SMS keldi. Biz men apellyatsiyani yaxshi yozdik. SMS kelyapti-da, sizning kanalingiz mana narushение, ya'ni kanalingizda muammo yo'q, biz adashgan ekanmiz. Bo'ldi, kanalingiz ochildi deyapti-da. Qarang, qizig'ini qarang. Kanalingiz ochildi deyapti. Men ura deb men xursand bo'lyapman-da, kanalga kiraman desam, kanal yo'q. Qaranglar, mana ahvolni qaranglar. Kanal ochildi deyapti, lekin kanal yo'q. Bizda birinchi marta shunaqa bo'lyapti do'stlar. Mana Vaytini ham bosasiz, kanal yo'q. Qarasangiz, kanalingiz o'chib ketgan deyapti. Yana buni bossangiz, uznat prichini bossangiz, yana aytayapti, yana qaytadan apellyatsiya bering deyapti. Xullas, вообще g'alati. Qizig'i, keyin men tizim xatosi deb o'yladim. Yana apellyatsiya berdim do'stlar. Ikkinchi marotaba apellyatsiya berdim. Ikkinchi marotaba apellyatsiya bersam, kanal yana ochildi dedi, yana kanal yo'q. Mana komediya. Ikki marta apellyatsiya yozdim, ikkala holatda ham kanal ochildi deyapti, lekin kanal ochilmayapti do'stlar mana. Bunaqa momo bilan yopilib ketgan bu kanalimiz. Xo'p, biz sizning o'zicha ketdimi? O'zichasi kerak emas bizga mana. Ko'pincha mana shunaqa holatda keladi-da mana. Sale of xullas mahsulotlar sotish, umumiy holatda YouTube'da mahsulot sotish bo'yicha kanal yopilib ketgan do'stlar. Shu apellyatsiya berdik, jota ochilmayapti do'stlar. Shunaqasi ham bo'lar ekan, sizlarga ham reklama qilib ketay dedim. Biz buni yana qo'shimcha apellyatsiyaga berdik. Ichki jamoaga topshirdik buni. Hozir ular yana ko'rib chiqishmoqda, lekin YouTube tarafi bor do'stlar. Ko'p kutiladi. Masalan, apellyatsiya o'xshamay qolsa yoki boshqa momo qiladigan bo'lsa, ko'p kutiladi. Masalan, 1 oy, 2 oyga cho'zilib ketadi, ayrim kanallar ochilib ketadi, misol uchun ayrim kanallar ochilmaydi do'stlar, shunaqa. Xo'p, umumiy holatda nima dedik boya? Kanallar umumiy holatda do'stlar ochib beramiz, qisqa qilib aytganda. Faqat aytib o'tganimdek, ochilsa to'lov olamiz, ochilmasa to'lov olmaymiz. Sizga plyus tarafi bor, masalan, kanalingiz muhim, ochmoqchisiz, ochib beramiz, ochilsa to'lovini qilasiz do'stlar. Ochilmasa to'lov qilmaysiz. Shunaqa yaxshi ligotalar bor. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Yordam kerak bo'lsa 99 791 32 32 Telegram yozaverasiz. Telefon qilmanglar, faqat diqqat qiling, telefon qilmanglar. Faqat SMS. Oddiy yoki Telegram 99 791 32 32 do'stlar. Xo'p, bu kanalimiz ustida ishlayapmiz do'stlar. Yana boshqa kanallarni ham ko'rsatayim sizlarga. Bu kanalimiz yopilib ketgan. Yana bitta ikkita kanallarimiz ustida ishlayapmiz qisqasi do'stlar. Qolganlarini ko'rsata olmayman. Mayli, salomat bo'linglar. Yordam kelayapsa aloqaga chiqaverasiz. Aytib qo'ydim. Shunaqasi ham bo'lib turar ekan, kanal ochildi deb ochilmaydigan holatlari do'stlar.